Assalomu alaykum, qadrli Juma mebel obunachilari. Keyingi ishimizni ham qo'yib oldik. Bu mebelimiz Samarqand viloyati Qorasuv Modritga o'rnatilgan. Bu mebelimiz qora akreldan 380 ga 110, ya'ni 490 joyga o'rnatilgan. Xudo xolasa klientimizni topshirib oldik. Patologgacha berganmiz buni. O'zimiz moyka, semensetel, musor paqir, sushilka hamma narsasini qo'yib berganmiz. Podarkalari, video texnikasini ham o'zimizda magazinimizda qo'yib berganmiz. Saloskalarni tandem saloskadan qo'yib berganmiz. Buni ko'rishingiz mumkin. Ochib yopilishlarini bemalol 50 kilogacha narsalar ko'taradi. Ko'rishingiz mumkin. Bu yerda musor paqirlari hammasi vakuumli sistemada. Tepada sushilkalari balandligi 80 bo'lgani uchun bu yerga bitta polka ham qo'yib berdik. Xolodilnikda ko'rishingiz mumkin joylashganini. Hammasi joy-joyida bo'lgan. Xudo xolasa mebelimiz klientimizga juda ham ma'qul keldi. O'zim orzu qilgan, o'zim havas qilgan narsa bo'ldi dedi. Bu shkafning ichida aristonimiz joylashgan. Shkafni iloji boricha maksimal darajada yopib berdik aristonni, chunki aristonni juda noqulay joyga qo'yib bergan ekan. Tepadagi eshiklarimizga ham bemalol ochib yopilishga xalaqit bermaydigan qilib, ertaga santexniklar kelib ishlagan paytda ham ularga ham bemalol ishlashi mumkin bo'lgan katta joy qilgan. Pastda ham eshigimiz bor. Buni xudo xolasa bu yerda biror narsa qo'yib qo'ysa bo'ladi. Polka qilib qo'yganmiz. Kimga mana shunaqa mebellar kerak bo'ladigan bo'lsa, bizga aloqaga chiqishingiz mumkin. Opisaniyada nomerlarimizni qoldiramiz. Yana g'oyibona ko'rishguncha